To'rchi infeksiyalar farzand ko'rishga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Ayrim taniqli shaxslar to'rchi infeksiya faqat pul ishlashning bir yo'li, unaqa shifokorga ishonmang, umuman zarari yo'q deb aytishyapti. Kelinglar, bo'lar bo'lmas oldi-qochdi gaplarga ishonmaymizda, dunyo tibbiyoti isbotlab qo'ygan ilmiy faktlar bo'yicha gaplashamiz. 2022-yil o'tkazilgan BMC Women's Health tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, to'rchi infeksiyalar o'z-o'zidan fertillikka ta'sir qilmasligi mumkin. Agar ular bachadonda, tuxumdonda, bachadon naylarida uchraydigan bo'lsa, bu mustasno. Ya'ni ular bachadon naylarini to'sib qo'yish, chandiqlanish xususiyatiga olib kelishi mumkin. Xlamidiya va mikoplazma infeksiyasi juda ham xavfli hisoblanib, Fallopiy kanallarni yopib qo'yish xususiyatiga ega. Mana bunda sperma va follikula bir-biri bilan uchrasha olmaydi va siz homilador bo'la olmaysiz. Erkaklarda ureoplazma infeksiyasi sperma harakatchanligiga va uni DNKsiga salbiy ta'sir ko'rsatishi 2024-yilda isbotlab qo'yilgan. Shundoq ekan, to'rchi infeksiyalar farzand ko'rishdan to'g'ridan-to'g'ri sabab emas, lekin jinsiy organlaringizda, reproduktiv a'zolarda bo'lsa, bu bundan mustasno hisoblanadi. Agar siz, ya'ni juftliklar farzand ko'rishga tayyorgarlik qilayotgan bo'lsangiz, albatta PCR va to'rchi infeksiyasini tekshirishingiz shart hisoblanadi.